Sotuvda mana shu Euro 6 Pritsep bilan komplekt holatda sotilyapti. Narxini 55 ming AQSh dollar deb aytishyapti. Yana TVSda kelishiladigan joylari ham bor. Tegach 2015-yilda ishlab chiqarilgan, Pritsepi 2016-yilda ishlab chiqarilgan Kogel Pritsep. Moslari saf mos, utka lentaka bor, paletlari ham bor. Tegach yurgan masofasi 785 ming kilometr masofani bosib o'tgan, 440 ot kuchiga ega avtomat korobkada. Salonlarning ichki holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Baklari jami 960 tali bak bilan jihozlangan. Faqat bunda gornini o'zi bor. Tegachchi mana balolarning holatini ko'rsangiz bo'ladi. Bu mana oldi balonlarining holati. Mashinaning hech qanday kamchiligi yo'q, ishga tayyor holatda deb egalar aytayaptilar. Batafsil ma'lumotni o'zlariga telefon qilib olishingiz mumkin. Telefon raqami har doimgidek videoni past qismida yozib qoldiramiz. Manzil Namangan viloyati Chust shahrida turibdi. Videoga like bosib, mana shunaqa furani qidirib yurgan, fura ishlanishlarga jo'natib qo'yish ham esdan chiqmasin. Bizning auditoriyamiz asosan shopirlardan iborat. Yuklarni endi olishda siz Telegramdagi lori.uz ichki va tashqi yuklarni tashuvchi guruhda osongina olsangiz bo'ladi. Qanaqadir bardaga chiqib ketgan yuk markazlarida qiynalib yuklarni olishingizga hojat yo'q. Tayyor bo'lim qilib ajratib qo'yilgan, qaysi viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, siz o'sha viloyatdan chiqib ketadigan yuklarni osongina olishingiz mumkin.